Samarqand viloyati rivojlangan sanoati, qishloq xo'jaligi va ulkan sayyohlik salohiyati bilan jamiyatimiz hayotida muhim o'rin tutadi. Davlatimiz rahbarining Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi qarori bilan 2026-yilda viloyatning yalpi hududiy mahsuloti 9% ga oshirilishi belgilangan. Eksport esa 1.2 milliard AQSh dollariga yetkaziladi. Tumanlar iqtisodiy imkoniyatlardan kelib chiqib, solishtirma usulida rivojlantiriladi. Batafsil hozirgi sharhimizda. Samarqand qadim sivilizatsiyalar beshigi, ilmu ma'rifat, savdo va madaniyat tutashgan zamin. Asrlar davomida bu diyor nafaqat tarixiy merosi, balki iqtisodiy salohiyati bilan ham ajralib turgan. Bugun esa Samarqand viloyati yangi O'zbekiston taraqqiyotida yangi bosqichga qadam qo'ymoqda. Bu tasodifiy emas. Davlatimiz rahbari har gal Samarqandga tashrif buyurganida hududni rivojlantirishga oid eng muhim masalalarni aynan shu yerning o'zida muhokama qiladi va xalq hayotini yaxshilaydigan, natijaga qaratilgan qarorlarni qabul qiladi. Samarqand bu alohida e'tibor viloyatni iqtisodiy, madaniy va xalqaro muloqot markaziga aylantirishga qaratilgan strategik yondashuvning ifodasidir. So'nggi yillarda Samarqand xalqaro forumlar, sammitlar va yirik anjumanlarga muntazam mezbonlik qilmoqda. Ayniqsa UNESCO tomonidan Parijdan tashqarida ilk bor o'tkazilgan nufuzli xalqaro sammitning aynan Samarqandda tashkil etilgani bejiz emas. Bularning barchasi Samarqandni so'zda emas, amalda dunyoni birlashtirayotgan tinchlik poytaxti sifatida namoyon qilyapti. E'tiborli jihati keyingi 8-9 yil ichida Samarqand mutlaqo boshqa qiyofaga kirdi. Yangi yo'llar, zamonaviy infratuzilma, xalqaro standartlarga mos majmualar, yashil hududlar va turizm obyektlari shahar va viloyat hayotini tubdan o'zgartirdi. Samarqand endilikda faqat tarix bilan bog'liq manzil emas, balki yashash, ishlash va sarmoya kiritish uchun jozibador hududga aylandi. Bugun Samarqand viloyati mamlakatdagi eng aholisi ko'p hudud hisoblanadi. Samarqand shahri esa aholisi 1 milliondan oshgan yirik megapolis sifatida yangi bosqichga chiqdi. Bu o'z navbatida transport, uy-joy, infratuzilma, ish o'rinlari va ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan talabni ham mutlaqo yangi darajaga olib chiqyapti. Aynan shu ehtiyojlardan kelib chiqqan holda Samarqandni rivojlantirishga qaratilgan qaror va dasturlar qabul qilinyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan yana bir tarixiy qarori hududning mavjud imkoniyatlarini to'liq ishga solish, aholi turmush darajasini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan muhim dasturiy hujjat hisoblanadi. Qarorda viloyatning har bir tuman va shaharni rivojlantirishda aniq maqsadlar, manzilli vazifalar va ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan. Asosiy e'tibor iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish, kambag'allikni qisqartirish va infratuzilmani zamonaviy talablar asosida yangilashga qaratilgan. Mazkur qaror bilan 2026-yilda Samarqand viloyatida yalpi hududiy mahsulot hajmini 9% ga o'sishini ta'minlash, hududiy eksport hajmini esa 1.2 milliard dollarga, xorijiy investitsiyalar hajmini esa 3 milliard dollarga yetkazish, 100 ta yirik sanoat korxonalarida tannarxni 10% ga kamaytirish, yashirin iqtisodiyot ulushini esa 30% ga qisqartirish, turistlar oqimini esa 5 million nafarga yetkazish bo'yicha katta marralar belgilab berilgan. Yo'nalishlar asosida 90 ga yaqin yirik driver loyihalar amalga oshirish uchun infratuzilmaviy shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari belgilandi. Mazkur hujjat birinchi navbatda joriy yilimiz yakunida va kelayotgan yil boshida qabul qilinganligini o'zi avvalambor bugungi natijalarimizni sarhisob qilib va kelgusi rejalarni, marralarni olishga juda katta asos bo'ldi. Davlatimiz rahbarining Samarqand viloyatiga tashriflarida Samarqand viloyati respublikada namunaviy metodik viloyat sifatida belgilanishligini aytib o'tgan edilar. Albatta bu barcha sohalarda rivojlantirish imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqish va yana bir karra yuqori bosqichga olib chiqishda aks etadi. Mazkur qarorga muvofiq Samarqand viloyati kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantiriladi. Xususan, ishsizlik darajasini 3.2% ga, kambag'allik darajasini esa 2% gacha tushirish ko'zda tutilgan. Bu esa aholi bandligini ta'minlash, yuqori daromadli ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi. Qarorning eng muhim jihatlaridan biri hududlarni solishtirma ustunlik tamoyili asosida rivojlantirishdir. Samarqand viloyatidagi 16 ta tuman va shaharning har biri o'z salohiyati, tabiiy resurslari, geografik joylashuvi va iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ixtisoslashtiriladi. Tuman va shaharlarda mavjud solishtirma ustunliklaridan samarali foydalangan holda muhim loyihalarni amalga oshirish uchun budjetdan 5.2 trillion so'm miqdorida mablag' yo'naltirildi. Jumladan 1.8 trillion so'm ijtimoiy infratuzilma dasturi doirasida, 1.7 trillion so'm mahallalar infratuzilmasi uchun, 150 milliard so'm driver loyihalar uchun,
248.9 milliard so'm xizmat ko'rsatish loyihalari uchun va 100 million AQSh dollari miqdorida tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan mablag'lar ajratilishi belgilangan. Viloyatdagi 1063 ta mahallalarning 808 tasi solishtirma ustunliklardan kelib chiqib ixtisoslashtiriladi. Masalan, Urgut tumani sanoat va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish markaziga aylantiriladi. Nurobod tumanida kurort va tibbiy turizm rivojlantiriladi. Ishtixon tumanida uzumchilik va mayizchilik, Bulung'ur tumanida kartoshkachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, Payariq tumanida esa tog'-kon va qurilish materiallari sanoati ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bulung'ur tumanida ham solishtirma ustunlik nuqtai nazaridan 3 ta asosiy yo'nalish belgilab berildi. Bular aynan sanoat yo'nalishini rivojlantirish, xizmatlar sohasida rivojlantirish hamda qishloq xo'jaligini rivojlantirish yo'nalishlari belgilab berildi. Jumladan sanoat yo'nalishi bizda azaldan tumanimiz meva sabzavotchilikka ixtisoslashtirilganligi sababli aynan ushbu mahsulotlarni qayta ishlash sanoatini yo'lga qo'yish, ushbu yo'nalishni rivojlantirishga turtki bo'luvchi imkoniyatlar yaratib berildi. Ya'ni aynan G'ubdin massivi mavjud. Bizda G'ubdin massividagi 135 gektar mavjud yer maydonida sanoat korxonalarini, ularni mahsulot qayta ishlash imkoniyatini kengaytirish maqsadida 32 milliard mablag' ajratilib, aynan shu hudud temir yo'l tuguni qo'yib berilyapti. Qolaversa, xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha o'sha namunali va metodik hudud sifatida solishtirma ustunlik belgilanganligi aynan hududimizdan M39 magistral yo'lining o'tganligi, kesishmasida Bulung'ur suv ombori atrofida turistik zona tashkil etilishi hamda Bulung'ur-Ariq kanali yoqasida sohil bo'yi turizm zonasini tashkil etilishi ham xizmatlar sohasida yanada ustunlikka ega ekanligi belgilab berilyapti. Bu yondashuv har bir tumanda mavjud resurslardan samarali foydalanish, takrorlanishlarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Qaror doirasida Samarqand viloyatida infratuzilmani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, xalqaro, davlat va mahalliy ahamiyatga ega 298 kilometr avtomobil yo'llari qurilib, rekonstruksiya qilinadi. 15 ta ko'prik barpo etiladi va ta'mirlanadi. Ichimlik suvi va oqova suv tizimini yaxshilash maqsadida 90 ta suv inshoot quriladi. 242 kilometr suv tarmoqlari yangilanadi. Elektr ta'minot sohasida esa 70 ta transformator punkti o'rnatiladi. 137 kilometr elektr tarmoqlari rekonstruksiya qilinadi. Sug'orish tizimini yaxshilash uchun 41 ming gektar ekin maydonlarida zamonaviy texnologiyalar joriy etiladi. Ushbu infratuzilma loyihalari iqtisodiyotning barcha tarmoqlari uchun mustahkam asos yaratadi. Sanoat sohasini rivojlantirish qarorning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bulung'ur tumanidagi G'ubdin massividan 100 gektar yer maydoni Urgut erkin iqtisodiy zonasi tarkibiga o'tkaziladi. Bu hududda 180 million dollarlik 20 ta sanoat loyihasi amalga oshirilib, 1200 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Samarqand tumanida 20 gektar yer maydonida eksportga yo'naltirilgan agrosanoat zonasi tashkil etiladi. Agroklaster korxonasi Respublika Xalq banki hamkorligida viloyatimizning bir qator tumanlarida, jumladan Kattaqo'rg'on, Qo'shrabot, Ishtixon, Payariq, Urgut, Samarqand tumanlarida 42 ming gektar yer maydonida joylashgan uzumzorlarni qaytadan xatlovdan o'tkazilgan yer maydonlarini rivojlantirish yo'nalishida 3 yillik dasturni ishlab chiqish belgilangan. Bundan tashqari viloyatimizning 88 ta mahallalarida organik mayiz yetishtirish va ushbu yetishtirilgan mayizdan 20 million AQSh dollariga eksport qilish ham belgilangan. Chunki mana shu organik mayizga juda ham ehtiyoj katta bugungi kunda jahon bozorida. Ushbu qaror bilan mana shu bugungi kunda yetishtirilayotgan mahsulotlarni agar o'zini to'g'ridan-to'g'ri sotadigan bo'lsak, uni qiymati arzon. Lekin biz uni agar qayta ishlab, uni qo'shimcha qiymat soliq olib, uni eksport qiladigan bo'lsak, qo'shimcha daromad, qo'shimcha ish o'rni, xalqimizning yashash sharoitini, turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan muhim loyihalar ishlab chiqilyapti. Mazkur qarorga muvofiq Narbay tumanida esa Zirabuloq temir yo'l stansiyasi atrofida xususiy sektor tomonidan boshqariladigan sanoat zonasi barpo etiladi. Shuningdek, Urgut tumanidagi 50 ta sanoat korxonasida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish bo'yicha maxsus dastur ishlab chiqiladi. Suv va energiya resurslaridan samarali foydalanish ham qarorda alohida o'rin tutgan. 2026-yildan boshlab qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan to'lanadigan suv solig'i tushumlari to'liq tumanlar ixtiyorida qoldiriladi va ariq hamda kanallarni betonlashga yo'naltiriladi. 2026-yil 1-fevraldan boshlab yaylov yer maydonlarini elektron ochiq auksionga chorvachilikni rivojlantirish yo'nalishida auksionga chiqarish. Ushbu chiqarilgan yerlarda har yili 1-fevralga qadar xalq deputatlari viloyat kengashi qarori bilan tasdiqlash ham ushbu qarorda belgilanib, aniq vazifalar qo'yildi. 2026-yil 1-martdan boshlab qishloq xo'jaligida yaylov yerlarini
kosmik nazoratga olish, ya'ni yaylov yerlarda bugungi kundagi yashillik ahvoli, noqonuniy qurilishlarda aniqlash belgilangan. Samarqand viloyatida 790 ming gektar maydonda yaylov yerlarimiz mavjud. 170 ming gektar lalmi yerlarimiz bor. Kamchiliklarni tegishliligi bo'yicha Qishloq xo'jaligi vazirligi va tegishli vazirlik idoralar tomonidan tegishli chora ko'rish bo'yicha qarorda aniq vazifalar belgilangan. Ijtimoiy soha va aholi xonadonlarida energiya samaradorligini oshirish maqsadida 348 ta ijtimoiy obyekt modernizatsiya qilinadi. 1036 ta geliya kollektor o'rnatiladi. 3000 ta energiya iste'moli yuqori xonadonda energiya tejovchi uskunalar joriy etiladi. Turizm va xizmatlar sohasida Samarqand viloyatining imkoniyatlarini to'liq ochish maqsad qilingan. Samarqand viloyatiga tashrif buyurayotgan turistlar soni 2025-yilda 3 milliondan ziyod xorijiy turistlarimiz va 5 million 100 mingdan nafardan ziyod mahalliy turistlarimiz tashrif buyurishdi. Bu avvalambor turizmda yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, infratuzilmaning natijasi. Ya'ni Samarqand xalqaro aeroportini qurib bitkazilganligi, Samarqand xalqaro turizm markazi mavjudligi va shu bilan birgalikda boshqa ko'plab mana shu mehmonxonalar, xizmat turlari, servisni yuqori darajada yo'lga qo'yilganligi natijasidadir. Mazkur qaror bilan keyingi yillarda Samarqand viloyatida turistlarga bundan ham katta sharoitlar, yuqori darajadagi servis xizmat ko'rsatish belgilab qo'yilmoqda. Ya'ni ularning qolish kunlari bugungi kunda 3 kunni tashkil qilayotgan bo'lsa, 4-5 kundan iborat nafaqat Samarqand shahrida, balkim Samarqand viloyatining boshqa tumanlarida ham bo'lishliklarni ta'minlab beradi. Misol uchun, Urgut tumanida Chorchinor mahallasida bevosita shu infratuzilmadan kelib chiqqan holda turistlarimiz uchun osma dor yo'lini tashkil qilishligi va shu bilan birgalikda u yerda ziyoratgohda atroflarida mehmon uylari, mehmonxonalar tashkil qilinadi. Nurbuloq shaharchasi yil davomida xizmat ko'rsatuvchi kurort shaharchaga aylantiriladi. Qashqadaryo viloyati, Samarqand viloyatini kezib o'tadigan turistlarimiz uchun Qortog' juda ham o'ziga tortadigan obyekt. Piyodalar uchun u yerda tabiiy muhitni buzmagan holda ekologik nuqtai nazardan sharoit yaratish maqsadida bu yerda ham qarib 2000 ga yaqin ish o'rnini yaratib, turistlarimiz uchun turli xil dam olish maskanlari va servis nuqtalari tashkil qilinadi. Bundan tashqari Toyloq tumanida, Jonboy tumanida, Bulung'ur tumanida, Ishtixon tumanida, Kattaqo'rg'on tumanlarida ham mavjud bugungi imkoniyatlarni kengaytirish va infratuzilmaga mablag' ajratgan holda turizmni rivojlantirish yo'nalishlari belgilab berilgan. Biz bu qaror asosida Samarqand viloyatini 2030-yilga qadar turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha o'z yo'nalishlarimizni belgilab oldik va o'ylaymizki, keyingi yillardan boshlab mana shu qarorda belgilangan obyektlarimiz, loyihalarimiz o'zini amalda foydasini ko'rsatadi. Bir so'z bilan aytganda, yangi qaror Samarqand viloyati uchun alohida loyihalar to'plami emas, balki uzoq muddatli, tizimli rivojlanish modeli hisoblanadi. U hududiy ixtisoslashuv, infratuzilma, investitsiya va inson manfaatini birlashtirgan holda Samarqandni yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim drayverlaridan biriga aylantirishga xizmat qiladi.